Qiz keltirish kelishimi. Abdori G'ayrat O'shur. Dugduyib sovuqdan saqlanayotgan bir kuni men yotgan kamerga bir akirildi. Uning talati shuncha qo'rqinchli. Ehtimol jahon kezdilardan bo'lsa kerak. Talatidan yaxshi odam emasligi chiqib turadi. U yotoq kirib, yotoqdagilarga obdan bir qarab chiqqandan keyin mening oldimga kelib, "Shokir degan sen-ku deyman." "Shundoq, bir ishing bormi?" "Ishim bor. Ishim bo'lmasa men bu yerda bo'lmaydim. Kecha-kecha bilib qolasan." U javobni kutmay o'z o'rniga cho'mkaldi. Ko'nglimni ozroq qo'rqinch bosdi. Kecha sovuqdan uxlayolmay uyon-buyon o'rilib yotdim. Biri kasamga qattiq birni tepdi. Cho'chib qopib ketibdiman. Qarasam, yiliqi yangi kirgan jinoyatchiga. "Nima qilyapsan?" "Nima qilyaptim? Pul uchun sening jajongni beryapman." Yuzimga tekkan mushning ta'siridan uchib tushdim. Keyni-keyndan tepik mushlarga ko'milib ketdim. Yuz ko'zimdan qon quyilishga boshladi. Tenim ojiz bo'lg'achqa hushsizlanganligimni bilmay qopdiman. Tayoq yeb xush bo'lganini ko'rganmi? Mana men tayoq yeb xush bo'ldim. Sovuqdan qutuldim. Kepillik bilan doktorga ko'rinishga qaytarildim. O'zim ko'rishni izlagan Shamsiya, onam, dadam, Ro'shangul va boshqalar bilan ko'rishdim. Tayoqdan bir qancha yerim yerilgan bo'lsa-mu, bu yerilgan joylar saqaymisi shuncha xo'shman. Kunlarning o'tishi bilan onamning yig'isi, Shamsiyaning yo'shirin yig'isi, boshqalarning tasallisi meni og'izib etdi. Haddidan o'shiq ko'ynishmi aks ta'sir berdi ekan. Turmadagi azobdan qutulgan bo'lsam-mu, ularning men qarab azoblanishi meni azoblab doktorga dastlab kirgan chig'imdagi xo'shlikni yo'q qildi. Yana xiyolchan bo'lib qoldim. Holat o'zgarishi Shamsiyaning sizib olishiga muyassar bo'pti. U bir kuni qiz keltirish kelishimi davomlashmoqda. Shakir, tushkunlashib ketyapsan. O'zingni tutib ol. Sening azobing mening azobim. Sen bilmoqchi bo'lgan nurg'un sirlar bor. Bu sirlarni sana aytishga shuncha oldirsammi, aytishga amalsizman. Buni sana dedimmi, bu ishlar sir bo'lmay qoladi-da, shahar boshlig'iga soladigan besimim yo'qaydi. Ular o chaqda sana qora qo'lini salg'ini sog'in. Shunlashqa to'y kunigacha sabr qil. Mening mushu tahdidim bo'ladi ekan, ular sana ziyonkashlik qilolmaydi. Suddan arzini qaytarib olishga majbur bo'ladi. Men unsiz anglab bo'ysundim. Pat-pat soqchilar doktorxonaga kelib isbot oladi. Ularning aytishicha, meni urgan heliqi guy biror narsa ixro qilmabdi. Mening oldimda pul uchun degan bo'lsa-mu, soqchilarga to'ngib ketib, isinish uchun chiniqdim degidek. To'g'ri. To'nglab kelsa odam urib isingan ishni anglamabdi ekanman. U pul ilib meni urish uchun turmaga kirgan taqdirdimi, meningcha Oygul yoki dadisi bevosita o'tirig'i chiqmaydi. Uning iqrorining mening dilorimga foydasi tegmiki tas. Shunlashqimi uningga qiziqmas bo'ldim. Onam orliqda Oygulni izlab berib, meni qo'yib etishni o'tingan chig'i, Oygul yig'lab o'zini oqlabdi-dak. Uning deyishicha, meni bakli yaxshi ko'rgachga shundoq qilganmish. Butun asyodi mening bilan aplashib qilishmish. Men bilan to'y qila olasizlar, xizmatidan istifa berib, onam dadamlarning xizmatida bo'larmish. Onam uning gaplariga erib ketibdi. U yosh to'kib turib, "Canım param. Seni bunca azap tatışınga çidemedim. Aygül bilen görüştüm." "Ana, meydanın bormi sening? O'g'lining shuncha azob chekishiga sababchi bo'lgan o'sha nakes bilan nima deb ko'rishsan?" "Men chidemedim balam. Aygülmü bir muhabbet qurboni. Yaxshi ko'rish odamning shaxsiyat chiqib qo'yadi. Unimi kechirib olsang nima bo'la? To'y qilib bo'lib, yenishib olsang bo'ladi-ku. Bir qatim nikohlangan deb yuzing to'kildiganqa. Sen ya bir qiz bola bo'lmasang?" Onam menga o'zini etib yig'lab ketdi. Nimami deyalayman? U bir onag'u. O'z yurak bag'rining azobiga qandoqmi chidasin? Uni to'g'ri tushundim. Turmadan chiqib atislar Ro'shangul yo'qab ketdi. Uning nala ketganini Shamsiyam bilmaydi ekan. Shamsiyaning aytishicha,
u meni qutqizishning yo'lini izlab ketib qolganmish. Yaram saqayib qilyotdi. Agarchanda yana yangi isbot topamisak, meni yana akirib ketimish. Kutish boshlandi. O'zimning naga berib, nalar to'xtaydiganimni bilmay kutishga majbur bo'lmoqda edim. Tuyuqsiz bir kuni Ro'shanguldan telefon kelib qoldi. "Bo'miya Sanjin, odam to'l taqozo qilma." Yana bir tillig'ni. Bo'ldi qila, nalar yo'qolding? Yo'qolmadim. O'zlari uchun, visolga yetamaydigan sevgi uchun sarsalliqda go'har topdim. Ro'shangul sevgi to'g'riliq gaplarni qilganida yuragimning bir yerlari ichishdi. Afsus, ichishgan yurakni bir sigil bagili bo'ladi. Ikkinchi biri sig'maydi. Rahmat, natijasini degan. Bo'ldi, hojam. Natijani dey. Turmaga tushmaydigan bo'lding. Gap qila. Odamni to'la siron topmay. Nima qilganingni ayta? Qandaq? Taqozo qilsa qandaq bo'ladi ekan. Men hozir chet elda. Murat bilan birga turib telefon qilyapman. Ishlaringni bitdi desakmi bo'ladi. Hozirgi muhim masala yurtga bir berishga to'g'ri keladi. Ro'shangul jiddiy bir ishni qilishga buyuradigan o'xshaydi. Yana qo'shib. Bu bek muhim ish. Cho'qim tez bo'lmasak bo'lmaydi. Bo'ladi, men boray desam nazorat ostida turyapman. Dadam bas qandaq? Bo'lmaydi. Dadamni yurtkilarning hammasi to'naydi. Boshqalarning diqqatini tortib qo'yadi. Shamsiyani avatsang bo'larmikin? Uning yurti turgan vaqti qisqa, to'naydiganlarmi oz. Ro'shangul Shamsiyaning berishini talab qilgan ekan, bo'ysunmoq menga avazal. Bo'ladi, berib nima qiladi? Maxfiy bo'lsin. Berib Muratning onasi bilan ko'rishib, Murat saqlashga berib qo'ygan omonatni qaytarib kelsa bo'ladi. Murat onasiga telefonda aytib qo'ydi. Bak diqqat qilsin. Aygullardan ehtiyot qilgani yaxshi. Telefonda ko'p gap qilishning o'rni yo'q. Shamsiya yurtdan qaytib bo'lg'icha menmi yeningga unib bo'laman. Va, telefonni qo'yvatma. Nima ishlig'ini so'ray desam, u telefonni qo'yvatdi. Ahvoldan qaraganda, u Aygullarning quyrug'idan tutib oladigan bir isbot topgandek qiladi. Ishlarning jiddiyligini ko'zda tutib, Shamsiyani bugun kechki aeroplan bilan yurtga yo'lga soldim. Biroq Shamsiyaning bexatarligidan ansirab, kecha-kecha tunab chiqdim. Atsi atigan Shamsiyadan telefon keldi. Sog' salomat tursan-a? Voy sog', xotirjam bo'l. Omonatni topshirib oldim. Tushdan keyingacha yetib borman. Bo'ladi. Undaqda o'zingni ko'p asra. Yig'layapsan Shokir. Bo'ldi, undaq qilma. Ishlar cho'qim o'ngishilib ketadi. Shamsiyaning yuragi yig'amni sezgan edi. Ko'zlarimdan oqqan yosh uning yuragiga tomchilabdi. Balkim u yig'layotgan bo'lsa kerak. O'zingni asra. Yili ko'rishaylik. Telefon qo'yib etildi. Ko'zlarimdan yosh to'xtaydigandek emas. Onam yig'layotganligimni ko'rib, Shamsiyadan ansirgan chig'i. O'g'lim, odamni ansiratmaydigina. Shamsiyaga bir ish bo'lmagandi. Yo'q ana, u sog' salomatga. Sizlarni buncha avvar qilganimdan ko'nglim busilib, yig'lig'im keldi shu. Yoshlarimni surtish uchun qo'l uzatgan onamning bag'riga o'zimni otdim. Illiq bir makon yoshlarimni o'ziga singdirib ketmoqda. Men uchun iztirob chekayotgan onam, dadam, Shamsiya, Ro'shangul, Shamsiyaning ota-onasi ko'ngil ekranimdan bir-birlab o'tmoqda. Shamsiya bilan Ro'shangulni birga keladi deb xiyol qilmagan ekanman. Ikkisining eshikdan birga kirayotganligini ko'rib, ko'zlarimga ishonmay qoldim. Ko'zlarimni o'ylab baqdim. Rostla u ikkisi oldimda qarab turadi. Odamni buncha xo'sh etishni na'dan o'rgangansizlar? Mehmon bilan-chi mundaq ko'rishdi. Nalar tepishib qolgansizlar? Odamni zapmi xush qildinglar-ku. Doktorxonaning darvozasi oldida ikkimiz tangli taksidan tushibdik. Bir aerodromdan ikki taksi bilan kiribdik desa. Shuni desa, men xalqaro aeroport, Shamsiya davlat ichi bo'lmagan bo'lsa, aerodromda uchrashgan bo'ladi ekanmiz. Ikkalani ko'rib baq xursand bo'ldim. Ey, Ro'shangul, sen oldi bilan digina. Nima xo'sh xabaring bor? Oldi bilan yil yemishlaringdan ola, ozroq yeb olay. Yurtimning bu yemishlarini hech narsaga tanqinmayman. Ro'shangul odamni taqozo qilishni na'dan o'rgangandi. Ko'ngan yomonmi, ko'yganmi degandek ish qilyotdi. Voy, yeb ulgursan jonim. Bu narsalar bir yoq qechib ketamdi. Bir digina zodi nima ishlarni qilib kelding? Jinim deb Shamsiyaning dushmaniga aylantirib qo'yma meni. Shamsiyaning yuragi portlab ketmasin yana. Ro'shangul chiqishib,
Shamsiyaning beqinini qichiqlab qo'ydi. Shamsiya kulib ketdi. Nimaga achchig'im keladi? Bu bir yig'lang'i tursa, qo'lidan nima keladi? Bo'lmasa ikkimizni birga amirga olgan bo'lmasmidi? Uning chaqchig'iga hayron qoldim. Balkim ko'nglimni xush etishni izlayotgan bo'lsa kerak. Shamsiya, akaga narsani chiqa. Ro'shangul asli maqsadga yetdi. Shamsiya so'mkisidan telefonga tushadigan o'zakdan birini chiqarib, "Mana, mushuni berdi." U Ro'shangulga sundi. Ro'shangul o'zakni qo'liga elib, "Mana mushu narsa bo'lsa, Muratning shahar boshlig'ining qistishi bilan sizlarga ziyonkashlik qilganligini isbotlag'ili bo'ladi." U shundoq deb o'zakni o'z telefoniga soldi. Telefondan ikki kishining so'zlashganlik ovozi anglandi. "Qanday Muratjon, turmada yotqinmi yo'qdi?" Bu tahdid so'zi qilayotgani shahar boshlig'ining ovozida qiladi. "Meni qutqizvaslar, bir umr sizlarning ot eshaklar bo'lishga roziman." Ot eshak o'rnida ishlamasangmi bo'la? Biroq men degan ishlarni cho'qim qilmasangmi bo'lmaydi juma. Uttirib atgan pullaringlarni men to'lab etay. Jixi o'rindikilarga deb qilmishinglarni surishti qilmaslikka o'rlashtirib qo'ydim. Urumchiga berib ish bitgandan keyin chat elga chiqib ketinglar. Pasportingni, chat elda hajlaydigan pullaringlarni taxlab qo'ydim. Xotirjam o'qib kiringlar. Mana bular shahar boshlig'i bilan Muratning qilishgan paranglarining bir qismi. Bu ovozlar bilan ularning iflosligini isbotlashning dalili o'tirg'i chiqqan bo'lsa-mu, Muratning chat eldan kirgili unimig'ini yomon bo'ldi. U shahar boshlig'idan bak qo'rqidi ekan. Uning aytishicha, u qimarga ko'nib qilib, umumning nurg'un pulini o'tirib atgan cheg'i. Doktorxonada umumning puli nima qildi deb hayron qolmanglar. Ularning doktorxonasi shu bir doktorxona ochib, Murat mas'ul bo'lib ishga turgan ekan. Shu jarayonda o'tiribdi. Shu yerda tushgan pulni cho'ng doktorxona moliyasiga topshiruvchi qisman pulni ayirib olib o'ynabdi. O'ynagan sira o'tiribdi, o'tirgan sira o'ynabdi. Dorilarni ambardan o'tirliq akelgashga bu ish bayqalganda nurg'un dori puli kam. Muratda to'yligidek iqtidor bo'lmag'achqa qonun o'rinlariga ma'lum qilinibdi. Bay anglig'ininglardek boshliq pulni to'lib etib, Muratni sizlarga ziyonkashlik qilish uchun avatgan ekan. Murat nimani o'yladi, bilmaydi ekan. Boshliq bilan qilishgan gaplarini telefonga kirgizib olib, onasiga topshirib beribdi. Ziyonkashlikka uchrab qolsam asqata degan edim deydi. Ro'shangul shunchalik dedi. Muratni qandoq tepib, bu gaplarni qandoq tegizdi? Tuyuqsiz Murat o'zi telefon qilib qoldi. U qilganlaridan ko'p pushaymon qilibdi. Sizlarning ishinglarni bilmoqchi ekan. Rosa tildim. U telefonni qo'yibdi. Telefon qilgan o'rinni surishti qilsam, ma'lum davlat bo'lib chiqdi. Shuning bilan dadamni ish qisilib, uning savdo sheriklari orqali o'rnini aniqlab izlab bordim. Qiz keltirish kelishimi davomlashmoqda.